Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, bizlar bir-birlarimizga yaxshi tilaklar bildirganimizda yoki bir-birimizdan yaxshilik ko'rganimizda aytadigan bir iboramiz bor. Alloh sizdan rozi bo'lsin deymiz. Ha azizlar, bu buyuk bir tilak. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Allohning roziligi bizni jannatga olib kiradi. Allohning roziligi bizni do'zaxdan qutqaradi. Allohning roziligi bizga o'zini diydorini ko'rishga musharraf qiladi. Shunday ekan, bu so'zni, bu tilakni bildirganimizda qarshimizda turgan musulmon birodarimizga qarab Alloh sizdan rozi bo'lsin deganimizda yoki biz shu gapni eshitganimizda vujudlarimiz titrab ketishi kerak. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh bizdan rozi bo'lsin azizlar. Roziligini olishlik bu hammamiz oldimizda turgan buyuk vazifa. Rasulimiz alayhisolatu vassalam mana shunday Allohni rozi qiladigan narsalarni ko'pini o'rgatib ketgan ekanlar. Shundan bugun Alloh rozi bo'ladigan va norozi bo'ladigan ba'zilarini eslatib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki: "Innalloha yardo lakum thalatha va yakrahu lakum thalatha." Alloh sizlarda 3 narsangizdan rozi bo'ladi va 3 narsangizni yomon ko'radi, norozi bo'ladi. Alloh rozi bo'ladigan narsa qaysi? Fayarda lakum an ta'buduhu va la tushriku bihi shay'a. Birinchisi, Alloh azza va jallaga ibodat qilishligingizdan va unga hech narsani sherik qilmasligingizdan rozi bo'ladi. Ya'ni shirk keltirib qo'yishlikdan saqlanish. Allohgagina ibodat qilasiz va unga hech kimni, hech narsani sherik qilmaysiz. Mana shundan Alloh rozi bo'ladi. Va an ta'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ikkinchi Alloh rozi bo'ladigani Allohning arqonini, ya'ni Qur'onni va sunnatni mahkam ushlaysiz. Va la tafarraqu. Hech qanday tafriqalarga bo'linib ketmaysiz. Ha azizlar, Alloh rozi bo'ladigan ikkinchi ishimiz bu Alloh dinini mahkam ushlash va tafriqaga bo'linmaslik. Musulmonlarni tafriqaga bo'linib ketishligidan Alloh norozi bo'lar ekan. Islom dushmanlarini 14 asrdan ziyod qilayotgan eng katta harakati musulmonlarni orasini tafriqaga solish. Biz qancha tafriqaga berilsak, qancha bo'linish bo'lib ketgan sari biz zaiflashib boramiz va albatta bundan Alloh norozi bo'ladi. Allohni rozi qilmoqchi bo'lsak, hech qachon tafriqaga bormaylik azizlar. Birlashishimiz kerak. Hamma hamjihat bo'lish kerak. Hammamiz bir yurtda, bir mazhabda, bir ibodatda, bir holatda, mana shu dunyoda bir ummat o'laroq yashar ekanmiz azizlar. Dunyoni qayerda bo'lmaylik, musulmonlar bir-birimiz bilan ahil inoq bo'lib yashamoqligimiz kerak. Hech qachon tafriqavozlikka, firqabozlikka bormasligimiz kerak. Alloh rozi bo'ladigan 3-chi ish antansahu liman vallahu Allohu amrakum. Ya'ni ishlaringizda Alloh tarafidan sizga tayin qilingan ma'murlarga nasihat qilishingiz, maslahat berishligingiz dedi. Ya'ni Alloh sizga ishboshilar qo'yib qo'ydi. Mana shu ishboshilarga maslahat berib borasiz. To'g'ri yo'lga ketishligiga yordam berib borasiz. Mana shundan Alloh rozi bo'ladi. Alloh rozi bo'ladigan 3 ta ish bilan tanishdik. Alloh norozi bo'ladigan ishlar qaysilar? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar. 3 ta norozi bo'ladigan narsa shuki, eng birinchisi qil va qol. Mishmishdan norozi bo'lar ekan. Bo'lmagan, ko'rmagan, eshitmagan narsani aytishlikdan saqlanmoqligimiz. Va kasrata sual, ko'p savol berishdan saqlanishligimiz. Va ida'atul mal, va molni zoyi qilishdan, isrofdan saqlanmoqligimiz kerak. Mana shu ishlardan Alloh norozi bo'ladi azizlar. Allohni rozi qilaman deyotgan bo'lsak, albatta biz Allohga ibodat qilamiz, unga hech kimni sherik qilmaymiz, tafriqaga bo'linmaymiz va bir-birlarimizga ham, hatto ishboshilarimizga ham maslahat beramiz. To'g'ri yo'lga solishlikka bir-birimizga nasihatlar qilamiz. Allohni norozi qilishlikdan qo'rqadigan bo'lsak, mish-mish qilmaymiz. Bo'lmagan, eshitmagan, ko'rmagan narsani, asossiz narsalarni aslo gapirmaymiz. Va bekorchi savollar berishlikdan o'zimizni saqlaymiz. Hozir bu urfga aylangan azizlar. Savol berish. Marosim izdihomlarda domlalarga shunday savol beradiki, kutib turadilar, adashib qolsa edi deb. Adashib qolsak mamnun bo'ladi. Internetdan javobini ko'rib olgan, qaysidir bir domladan so'rab olgan narsani so'raydi.
Lekin agar domla bilmayman desa, ana bilmadi-ku deydilar. Lekin bilmagan narsani bilaman deb javob bergandan ko'ra, bilmayman deyishlik bu o'sha domlani taqvosi azizlar. Bilmaydigan narsamiz juda ham ko'p. Alloh bizni kechirsin. Doim ham hamma narsa yodimizda turmasligi yoki hamma narsani bilamiz degan da'vodan yiroq bo'lishimiz kerak. Bilmaydigan narsalarimiz bor, lekin siz savol berayotganda Alloh uchun bering. Bilmagan, haqiqatda kerak bo'lgan narsanigina so'raylik. Hech kimga, na dinga, na dunyoga foydasi yo'q bo'lgan savollarni berish mana shu kasratu savolga kiradi azizlar. Allohni rozi qilishlikka hammamiz harakat qilaylik. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.